Salom misol Busbul Studios kanali. Supergirl filmini teaser treyleri chiqdi. Kim Superman'ga qaraganda. Salom do'stlar, bu Plus kanaliga bugun Yangi mehmon. yangi mehmonman. Supergirlni o'sha supergiroyi tog'asimi, o'sha amakivachchasini o'ynaganini ko'ramiz. Treyler o'zi 2 daqiqa ekan. Ko'p teaser uchun 1.5 bo'lardi bir xilda. Oldin menimcha ko'proq kadr ko'rsatsa kerak. Bo'lmasam boshlaymiz. 3 2 1. Let's go. Kosma ishlandi. Уже mana atmosferni, уже boshqacha vibe. Job, buddy. Endi bu hamma yoqdan aqib yuradi. I didn't know any of you were still alive. Not that kind. O galaktik qo'rqchilar-yu. Look like this is gonna end. No, it's boshqacharoq sal. Lazer otadi. What Superman? Nima logomida hozir? Ana oladigan bo'lsak, mana kadr kino, orada ham kino. Absolute cinema deydimi? Shunga o'xshab bilmam. Nomiga kuchini ishlatyapti. Bo'ldi, tugadi. Yo'q. Mana ham joy bor-ku. Qo'li bilan tortayotgan nomiga tortayapti-da. Fizikaga bo'ysunmayapti yaxshi. Balkim dublyaj ham qilarmiz, balkim ko'ramiz. To'g'ri. Shuning uchun boshqa videolarni o'tkazib bormaslik uchun kanalga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroq tugmasini bosing, boshqa videolarni o'tkazib bormaslik uchun. Bu Busbul Studios kanali edi, xayr salomat bo'ling. Like va подписка bosib qo'ying va bu kommentlarga yozib, kanalga qo'ng'iroqchani bosib va bu kino ko'p prosmotr yig'adiganga o'xshaydi. Yig'adi-da. Video demoqchi eding, kino emas. Xayr salomat bo'ling. Xayr.